Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammaga. Bugungi videomiz qo'y boqadigan odamlarga tegishli bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda, ya'ni qish oyi, ya'ni dekabr, yanvar, fevral oyi qo'y boqib qancha daromad qilsa bo'ladi. Bugungi videomiz shu haqida bo'ladi. Videoga obязательно bitta like, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Ya'ni 20 ga oz qoldik. Videoni o'tkazib olmaymiz, oxirigacha ko'ramiz. Qancha rasxod ketadi, ya'ni O'zbekistonda boqishga qancha pul ketadi, qancha qo'y bilan boshlash kerak qo'y biznesini. Aynan shu haqida bo'ladi bu videomiz. Videoga bitta like obязательно. Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekistonda qo'y boqish uchun nima kerak? Birinchi o'rinda qo'y kerak. Qo'yni ham birinchi boshlash uchun, ya'ni darrov summaga kiraman deganlarga obязательно qo'chqor olishni maslahat beraman. Ya'ni 10 ta qo'chqor olsa, 10 ta qo'chqor 3 million so'mdan olsa, o'rtacha kichigini gideda shu 20 million so'mga qo'yxona sotib olsa, 10 tasiga shu rasxodimiz shu 80 million, 100 million so'mga tushadi. 10 ta qo'y boqishga joyi, yem, hammasi. 3 oy boqadi, ya'ni 3 oydan keyin ularni sekin-sekin sotib boshlaydi. Va sotib 3 oydan sotib boshlasa 5 million so'mdan sotib oladi. Chunki yemini yedirdi. Har oyiga qo'chqor 20 kilodan 25 kilogacha semirishi mumkin. Ya'ni sizni boqishingizga qarab aziz yurtdoshlar. Videomiz shundan iborat bo'ldi. Videomiz qisqa bo'lgan bo'lsa uzr. Keyingi videomiz bundan ham qiziqarli bo'ladi. Siz bitta like bosing, keyingi videomiz nima haqida bo'lsin obязательно yozib ketinglar. Videomiz qiziq bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar. Keyingi videoda sizlar yana tomosha qilib o'tiringlar kanalimiz. Sog' bo'ling, assalomu alaykum.